Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Dalfuza, Mahmudova Dalfuza, 92-yilman. Qizimning sog'ligi tufayli kelganman. Menga bu mahsulotni tavsiya qilishganda birinchi ishonchim bo'lmagan umuman. Yo'q, bu qanday bo'lishi mumkin? Chunki meni qizimda beldan past falajlik bor edi. Shuning uchun ishonch hosil qilmadim. Keyin o'zini doktori bilan maslahatlashdim. Doktor shunaqa deb so'rasam, doktor men bu haqida eshitganman, lekin yaxshi narsa, pulingiz imkoniyatingiz bo'lsa oling degan. Keyin oldim. Doktorlar tomonidan menga nima qilib belgilab berdim. Dozировка belgilab, kasalligiga qarab ichkizishni boshlaganimdan keyin 21-kuniga borib, qizim yurishni boshladi. Necha yillik kasallik bu? 6 oyligidan keyin boshlanganda, 6 oylikda birdaniga qizamiq bo'lib sudurgi bo'lib qolgan. Keyin shundan keyin 1 oyda 2 marta sudurgi berdi. Bergandan keyin davolatdim, Toshkentlar qolmadi. Toshkentda o'sha olib borganda tashxis qo'yib bera olmadi. Barkinskida keyin Farg'onaga olib bordim. Farg'onada doktorda davolatib, lekin muntazam ravishda o'sha 3 oyda bir borib kurs lecheniyalarni olib turardi-ku, lekin foydasi bo'lgani baribir yurish orqada edi. Aqliy rivojlanishi, nutqi ham orqada edi. Endi alhamdulillah, Xudoga shukr, hozir qizim ancha yurib, tetik. Tishlari ham chiqqan, tishi ham chiqqani yo'q umuman. Qaysi mahsulotni qanday dozada berdingiz va boshlang'ich dastlabki 10 kunlik, 15 kunlik o'zgarishlar haqida gapirib bersangiz? Men olganim mahsulot Magic Pack, mana bundan oldim. Buni olganimda doktorim 3 kunlik belgilab berdi. Dozировка bittadan bir mahal dedi. Keyin 3 kundan keyin uni yana 3 kunligiga yana nima dedi? Kichkina bo'lganligi sababli yana bittadan shu nima dedi, bir mahal berasiz deb 15 kunda shuni bittadan ichkizdim bir mahal. 16-kunidan bittadan 2 mahalga o'tkazdim. Hozirgacha bittadan 2 mahal ichamiz. O'zgarishlar necha kunlarda sezilishni boshladi? 21 kunda rostmana qizimda o'zgarish bo'lib, yurishni boshladi. Xo'p, o'sha birinchi boshlang'ich dastlabki paytlarida, shu ichishni boshlaganlarida, mahsulotda o'zlarida o'zgarish bo'lish jarayonida qandaydir og'riqlar yoki qandaydir o'zini yomon his qilishlar bo'lmadimi? Yo'q, og'riqlar bo'lmadi. Faqat biz o'sha nima deydi, yaxshi tomonga o'zgarish seza boshladim. O'sha bunday nima deydi, o'zi turgani qiynalar edi. Bunday ushlab, xontaxta ushlab turgani, kuchsiz, holsiz edi. Immunitet pastligidan faqat bansada yotar edik. Mana bir hafta bansada yotsak, 5 kun uyda, bir hafta bansada shu grip qaytalanib shu mahsulot bilan men alhamdulillah umuman grip ham bo'lgani yo'q. Yaxshi. Hozir yoshlar nechida? Hozir 2 yosh 3 oylik. 2 yosh 3 oylik. Gapiradilar, yuradilar. Endi boshladi, gapirishni boshlaganiga 10 kun bo'ldi. Logopedga borganimiz yo'q, hali logopedsiz shuni ichib gapirishni boshladi. Tabriklayman. Bizni kuzatayotgan insonlar bor. Bu mahsulotni ikkilanyapti-da, mana misol, yosh bolaga bersam bo'ladimi? O'zi aslida olganda bu mahsulotni mana tajribangizni o'tkazing. Necha yoshdan necha yoshga berish kerak ekan mahsulotni? Mahsulotni boshda xuddi shu savolni berganman vrachimga. Berganimda toki hujayra zot borki, har bir odamda hujayra bor. Tabiiy bu degan mahsulot hammaga mumkin deb aytishgan. Shuning uchun hammaga berganman. Hozir ichayotganlariga necha oy bo'ldi mahsulotni? Ya'ni bir korobka tugatdilarmi? Bitta korobka tugatdi, endi yana qayta xarid olishimiz kerak. Shu tugaganiga necha oy bo'ldi taxminan? Yo'q, hozir endi ozgina bir 10 kunlik bor. Boshlaganimiz sentyabrda boshlaganman. O'rtada uzilishlar bo'ldimi? Qandaydir? Yo'q, bo'lmadi, tushunarli. Ichish jarayonida o'sha oldingi holatlar qaytarish jarayonlari bo'lmadimi? Ya'ni og'riqlar, yura olmay qolishlar. Yo'q, bo'lmadi. Umuman mutlaqo bo'lmadi. Sudurgi ham bermadik. Sudurgi bilan 3 o'tda turar edik. Shu mahsulot tufayli biz 3 o'tdan ham chiqib ketdik. Umuman nima deydi, noto'g'ri tomon ketmadi. Faqat yaxshi tomonga o'zgan. Bunda tashxis o'zi doktor tomonidan qo'yilgan tashxis qanday edi? Endi beldan past nima falajlik chiqarib bergan. DSP degani. Endi DSP deb aytiladi. Shunga yaqin endi. Tushunarli. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Bu mahsulot o'zi ko'pchilik kommentariyaga yozishadi, boylar iste'mol qiladi. Puli bor odam ichadi degan gaplarni yozishadi. Nima deb o'ylaysiz? Mahsulot narxi qimmatmi? Yo'q, endi men uchun qimmat emas. Chunki men bitta borib bansada
yotmoqchi bo'lsam, yozib bergan ukol dorilardan tashqari, lichinadan tashqari yotog'imda o'ziga 5 million pul ketar edi. Lekin men uchun bu nima emas. Nimagaki men buni olyapman 6 oylik. Mahsulot olyapman, ham rezultat oldim mana. Bansiyada qaytib yotmadim. Yana biz o'z aslida 2 marta yana paftor borib yotishimiz kerak. Yotmadik. Umuman men qimmat demayman, lekin yaxshi, rezultat zo'r, super edi. Mana shu qizimiz a? Albatta shu qizim mana. Xo'p. O'zbekiston aholisi butun hammaga agar sog'lig'ida muammosi bormi, nima bo'lsa hammaga bu mahsulot tavsiya qilaman. Albatta 100% tabiiy. Yaxshi deganlaricha bor, albatta 100% hammaga. Nafaqat o'zim ham olib ichishga juda qiziqdim. Yana olib boshlaymiz. Rezultat zo'r. Shu nimani mahsulot ishlab chiqarganlarga, O'zbekistonga olib kirganlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham kattakon rahmat.